Teşkilatlar Birliği'nin sayılan bulup siz yeni reis bulup saylandınız. Elbette aldı bilen istiklal bulup süpütümüz bilen yeni vazifemizi tebriklerimiz. İnşallah bundan keyinki kıldığın hizmetlerinle muvaffakiyet dileyimiz milletimiz için hayırlı işlerinin ki vücut çıkış için. Allah razı olsun. Şu başta şu Şarkı Türkistan Mağrip hareketinin ki bu 11 kişilik teyillengen şura heyetinden başlap sözümle başlasam deb oylayman. Bu yerda sizlar saylan bo'lgandan keyin bizning xabarimizda bor e'lon qilgan bayonotlarda 11 kişilik şura heyetining hareketining eng oliy organi, ya'ni ma'rif hareketining ostidagi butun tashkilotlarning eng oliy organi ekanligini e'lon qildinglar. Savolim bu organning bundan burunqisi hamda yangidan tashkillangan bu organning burunqisidan farqi nima? Nima ishlarni qiladi? Agar maxfiy bo'lmasa ismlarini desangiz bo'ldi. Shuningdan boshlagan bo'lsak, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen dünyanın ayqız yerlerde programı arqılıq özgürleşken muhterem qarindaşlarımızga salamımızı yollaymiz. Ondan keyin şu yakından beri Türkiye'ni merkez qilgan Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi, Ma'arif Jamiyati qatorliq yillardan beri xizmat qilib kelayotgan sohadagi nurg'unlagan ilg'or sahibelerni açkan bir teşkilatның yakında bu yo'llanma şu 2025 yılının yıl 5'inden tatip işki kısmı yüz bergen bir xil krizis ahvali, yani bu deyimiz kütülmegen ahval değilsimi boladı ama krizis deb atash umumlangan için işki krizisini yaşap kelganligimizni bu jarayonda xalqimizga, millatimizga keltirib chiqargan fuqishmaslik, ko'ngilsizlik va shundaqla bunun bo'lgan xato tushunchalarga aldı bilan biz o'zimiz bilan ve şundaqla millet aldaki bir mesuliyetimiz bilen cevap verişini başlayayım. Allah halisa qarindaşlarım, teşkilat rehberleri, vatandaşlar ve şundaqla dünyanın her qaysi yerlerinde muşu davağı köngül bilgen taraflarga bu yerden çıkan icabi bir netice bilen ve bundan keyinki planlangan yaxshi hizmet tertipleri bilen huzurunlarda oturup men desem artıqçılık qilmaydim. Xo'sh. Şunlaşqa birinci qitimliq ifademiz albatta tebessüm, memnuniyet ve şundaqla icabi göz qarashidan boshlansa degan bo'lamiz. Sharqiy Turkiston Ma'arif hareketi albatta yillardan beri bo'libmi bizning tuproqimiz bo'lgan ana vatanimiz Sharqiy Turkistonda 1933-yil qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyatininki davlat prinsiplari, ana jamiyat asoslari va shundaqla davlat yurgizish usullariga hurmat qilgan şu fikri ideologiyanın, yani İslami ve milli kıymet qarashlarimizni merkez qilgan bu fikri ideologiyanın muhaciretdeki bir timsali bo'lib kelayotgan Sharqiy Turkiston Ma'arif hareketi namida ve shundaqla Sharqiy Turkiston Ma'arif jamiyatining ijroligida ve keyingi kunlarda Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi deb kengaygan shaklda ilib berilayotgan bir xil universal bo'lgan bir qurilmaninki bir ko'rinishi desek eşlik etmedim. 20 yılga muqaddam koydu. Resmi Türkiye'de kurulgandan tatip, Ma'arif dernek kurulup 2006 yıldan tatip. Hazır günkəgəcə meyli teşkili noktadan olsun, meyli fikri noktadan, şuur noktasından olsun, Sharqiy Turkiston Ma'arif hareketi ana yetekçilik organını bulup gelgen. Çünkü bu Ma'arif hareketi noktalarda fizikal bir şekilde kurulgan bir teşkili kurum emas. Yoki adli bir dernek şekilde kurulgan emas, belki o'xshash fikirdeki ve yıllardan beri Sharqiy Turkiston xalqininki mustaqillik yo'lidagi ve mustamlika qolgandagi mustaqillik orzuli bilan mujassamlangan amaliy harakatlar, Xitoy qarshi mujodala ve shundaqla chet ellarda davom qilayotgan avlodlar qoldirgan milliy kimligimizningki eng yorqin bir shakli bo'lib davom qilib kelayapti. Bu Sharqiy Turkiston Ma'arif hareketi degan chog'da qarindoshlar balkim bu qandaq gap ilgari chiqmagan deyish mumkin. Bu ilgari chiqmagan emas. Ma'arif hareketi o'zininki tartibini tartiblash, jamoatchilik ichida nüfuzlashish va shundaqla o'zining harakat bu yo'llarini davom qilish jarayonida marhum Abdulhakim Mahsumajim rahmatlik, Allah o'zining marhamatini ko'rsatsin va shu yenida o'rin olgan vatanparvar, millatparvar bu islomiy va milliy kimligimizningki bu haqiqiy qimmatlariga chin dilidan ko'ngil bo'lgan, yuragidan suyungan barliq ustozlar, cho'nglar va bu yerda amaliy fidokorlik ko'rsatgan jasoratlik bir bo'g'inninki o'zaro bir yerga kelib bu millatning bu haqiqiy kimligini saqlab qolish jarayonini ko'rsatgan
arzu armanları bilen yükselgen ve şundaqla avlatlarını amaliy hareket bilen terbiyelep çıkan bir hareket dep atsak to'g'ri bo'ladi. Keyin buning tarkibidagi Sharqiy Turkiston Ma'arif ve Hamkorlik Jamiyati nomida qurilgan bu jamiyat shakli bu haqiqatan qurumsallashgan davlat va tashkiliy qurumlar, shaxslar va taraflar bilan ijtimoiy, siyosiy va madaniy aloqasini saqlash uchun qurilgan jamiyat tartibi hisoblansa, onundan keyin Ma'arif jamiyatidan shaxlanib chiqib va kengaygan va bu Turkiyadan alqıgan Yevropaga va boshqa jo'g'rafiyalarga kengaygan tashkiliy qurumlar bilan bo'lgan o'zaro ichki birlik, fikr birligi, zihniyat birligi, ideologiya birligi va shundaqla ko'z qarash birligini saqlagan asosda tashkillangan xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi shakllangan edi. Va aktiv xizmatlarni qilib keldi. Bu sahifalarda dunyoning har qaysi qarindoshlarimizdanki amaliyotda bunga eng yaxshi bir ta'bir beraydiganlar biz ishimiz. Yani 20 yıllık bir mevcudiyetinin üzelam, 20 yılın azı 40 kilovatkan hizmetinin üzelam bizge verilgen ta'bir dep qarasam hatalaşmayman. Bu yakında yani 2025 yılı 7. ayının 29. ve 30. günleri İstanbul'da teşkillengen Ma'arif hareketinin ki kurguçu azalardan tatip, keyin bu davaga özününki öz mailliqi, erkin fikri ve şundaqla bunun bo'lgan qo'g'dash bu amaliy fidokorlik bilan qo'shilgan taraflarninki ishtirok qilishida bir alayda bir yig'in chaqirtildi va shundaqla buni istishora hay'ati, ya'ni Ma'arif harakatininki navbatdagi vaziyatini qayta ko'rib chiqish, nizomnomasini qayta ko'rib chiqish va shundaqla ishimizda yuz bergan krizislarni o'z ichimizda hal qilish va hal qilingandan keyingi jamoatchilikka bo'lgan xizmatimiz va bu omonatni qanday ekanida texnimi yaxshi bo'lgan shaklda yurgizishga planlash, ya'ni strategiyamiz holatida bu 2 kunlik yig'in tashkillangan. Bu yerga qatnashgan barliq a'zolar biz odatdagi odamlar emas, balki mushu yillardan beri Ma'arif harakatining mushu Sharqiy Turkistonning islomiy va milliy kimligini muhojirat saqlash, qo'g'dash va ijro qilishga aktiv to'p qo'shgan taraflarninki ishtirok qilish bilan bo'lgan. Ham bu yerda bu dastlabki qitimda bu biz bu shura hay'atininki nomzodligini garchi tashkillangandan keyin shura hay'atininkini e'lon qilgan bo'lsak-mu, ismlikni biz bermagan. Chunki bu bir harakat. Ya'ni bu tashkilotning ichida xizmat qiladigan emas, tashkilotlarninki va ijroiyatning hammasiga boshdan yetakchilik qiladigan, nazorat qiladigan va shundaqla bu taraflarninki ishtirok qilishi, qatnashishi bilan Ma'arif harakati, ya'ni Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik harakatiningki plan ijroiyatlarini yuqori yuksak holatda bir ideologiyaga markazlashga harakat qiladigan taraf bo'lganligi uchun biz buni tashkiliy qurum shaklida e'lon qilmagandik. Ammo bugungi qarindoshliklar ham merak etib deymiz, ham bundan bir narsa umid kutayotganligi uchun biz buni deymiz. 11 kishilik shura hay'ati, ya'ni eng oliy huquqliq organi Ma'arif harakatiningki mayli qaror elish, yuqori darajalik bu fikr birligi va shundaqla ishimiz chiqqan krizislarga darrov unum qo'llanish maqsadlari bilan bu shura hay'atininki tashkillanishi barliq keldi. Bu yerda aslida 13 tal biz a'zoga bilet tashlanib u saylangan edi. Keyin ikki qarindishimizningki o'zining hozirgi vazifasi o'xshashlam shu Ma'arif harakatining ichidagi tashkiliy qurumlardagi vazifasi va xizmat xarakteri sifatlik ularningki buning ichida biz yandan boshqa holatda xizmat qilamiz deganlik uchun 11 kishi muqimlashgan. 11 kishining orasida erkin saylam va ovoz berish orqali bu harakatningki rahbari va shundaqla boshqa vazifa taqsimotlarning hammasi ikki qism taqsimlangan. Bu 11 kishini biz yushirin emas, yillardan beri shu davlatning, millatning manfaatiga bu muhojiratdagi Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik harakatiningki eng namuna va eng yorqin bir imajlar yoki shu sifatdagi insonlar bo'lganligimiz uchun oshkor qilish biz uchun bir maxfiy qilgan ish emas. Xo'sh. Yillardan beri Ma'arif harakatining ichida oldingi safda xizmat o'tagan va shundaqla marhum ustozimiz Abdulla Hakim Maqsum hojim ba davrlardami bu Ma'arif harakatiningki oldin qatorda o'rin qilib to'hfa ko'rsatgan ustozimiz doktor Abduxoliq Uyg'ur bu shura hay'atininki raisligiga yushirin ovoz bilan mutlaqo ko'p sonli ovoz bilan saylandi, ham eng yuqori nomerga nomzodlikqa erishgan bu shu qarindishimiz bo'lgan bo'ldi. Undan boshqa bu yerdagi bir yangi bir nima bu qurilmadagi yangilik bo'lsa-mu, amaliyotda bu mavjudiyat bo'lgan Ma'arif harakatiningki shura orqali boshqariladigan narsaga yangilik emas. Yillardan beri bu amaliyotda bu ijroiyatimiz mavjud bo'lib kelgan.
bu icraiyetimizni bu kıtım resmi kağıt yüzüge çıkış arkalık her bir adamlarınki özününki bunun da koşulan töhbirlerge aşkarlaş yüzsüdün hemmesiki namzatlıkını aşkar kıldık. Ondan başka 6 tane şura azası yani bu baş karar çıkış organınınki 6 azası çet eldin. Bu yıllardan beri çet ellerdeki Şarkı Türkistan Milli Müstakillik Hareketi'ge Şarkı Türkistan milli kimlikimizge sahip çıkan bunlar töhbikar ustazlarımızdan Avustralya'dan Şeyh Abdüsalam Alim, Saudi Arabistan'dan Sıracın Azizi Ustaz, Şvitsiya'dan Ömer Mahsum, Hollandiya'dan Ubul Kasım Karim, Avustralya'dan Nur Muhammed Abdülmecid, bu Finlandiya'dan Muhammed Ali Karim Damullam Katarlık 6 çet elden teşkillengen aza ve şundakla Abdühalik Karim başlıkıdaki ayallah hizmeti töhbik kuşap kelayotgan Münevver Öz Uyghur Hanım ve şundakla meyada yıllardan beri hareketnin içinde yaşlarının arasında urun ağan yüzümüzdeki en suyumluk avladımız ve hem de merhum Mahsum Ajikam'ın oğlu boğan doktorluk okuvatkan Abdüsalam Teklamakan kırındışımız. Ondan başka yani cemaatinin içinde şu yıllardan beri hizmet medya teşvikat hizmeti de yetekçi urunda kelayotgan İstiklal Medya'nın ki yetekçisi Doktor Abdülvaris Koten. Ondan başka Ma'arif hareketinin ki çet eldeki baştan ahir bölüküge hem şahit hem töhbikar hem vazifede ottağan hürmetlik müteverlerimizden Doktor Ataullah Şahyar olup bu 11 kişilik heyet seyilinip çıkıldı. Bularning içinde hareket mekanizmi degen çağda bir taraf bilen başkuruş emas, şu 11 şuraninki, 11 şura heyetininki ortak müzakeresi. Bir adamın degan gibi hesap emas. Bir adamın degan gibi hesap emasligiga tugidi. Bir adamın gibi hesap bulduğan narsaga xotim berildi. Mana bu amaliy islohotning birinchi qatami desak bo'ladi. Ko'p ovozlik bilan e'longan qarorga hamma taraflarning hurmat qilinishi talab qilindi. Hamda bu narsa tunji qatim shu istishora heyetiga 2 kunlik yig'in qatnashgan barliq ishtirokchilarninki amaliy shu o'zininki öz ixtiyorligi bilan aramizdan saylamdan burun o'rtaga qo'ygan saylamdan qanday shakllangan bu shuraga özümüzden mutlaka himayemiz, qo'llashimiz ve sevgimizni ko'rsatamiz degan ahdinamiz bilan chegarligimiz uchun bu deyaptim bu mecburlash, zo'rlash yoki bo'lmasa tavsiya qilishdan hal qilgan o'zini ko'rsatish va shundaqla o'zininki iqtidori, sadoqati, samimiyati va layoqati degan bu 4 kategoriya bo'yicha bu insonlarning tanlanib chiqqanligini biz o'zimiz bilan ko'rdik. Hamda bu yushurun ovozdan chiqqan natija bo'lganligi uchun bu Allohning bizga qilgan bir iltifoti deb tunagan bo'ldik. Aldı bilen şura heyetininki bir azası buluş ve şundakla şu şura heyetini teşkilleş jarayonida hizmet qilgan barliq taraflarga rahmatimizni bildirish bilan birga bunu bu şura heyetininki Ma'arif hareketininki teşkiliy qurumlarninki eng oliy huquqli organi bo'lganligini müşahede jakalaymiz. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat inshaalloh. Utuq tilaymiz albatta.